Aziz birodarlar, Afg'onistondan ko'rinib turgan o'sha Termiz, O'zbekiston, bu esa Afg'oniston tomoni oddiy hayot. Bu birodarimiz Afg'oniston va O'zbekiston chegarasida, ya'ni Amudaryoni bu tomonida, Afg'oniston tomonidan O'zbekistonni videoga olib ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan. Afg'oniston bilan O'zbekistonning farqini ko'rsatib bergan. Ko'rib turibsizlar, O'zbekiston taraf, ya'ni o'sha Termiz shahri qanchalik rivojlanib, o'sha baland inshootlar qurilgan va Afg'oniston tomonida o'tgan asrdagidek yashayotganini ko'rsatib, havas bilan videoga olib qo'ygan. Bu videoni qo'yishimdan maqsad, ko'pchilik O'zbekistonda yashab turib, O'zbekistondan noliydiganlar bor oramizda. Lekin bu holatni ko'rib shukr qilishingiz kerak, chunki Afg'onistonda vaziyat juda ham og'ir. Ular xuddi o'tgan asrdagi hayot tarzini kechirishadi. Yana bir videoni ko'ryapman. Afg'onistonda kunlik ishchilarni olyapti o'sha afg'on o'zbeklari va bir kunlik ish haqini so'raganda o'zbek so'miga 50 ming so'm ekan. 50 ming so'mga mardikor bir kun ishlar ekan. Ustani narxi esa 100 ming so'm ekan o'zbek so'miga. Aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston rivojlanib boryapti, kundan kunga ancha o'sish bor. Avvallari O'zbekiston desa Pokiston bilmasdi O'zbekiston haqida. Angliyada yurganimda ham qayerdansan desa O'zbekistondaman desam, eshitmaganligini, bu davlat haqida qayerdanligini so'rab qolardi. Hozir Amerikada yuribman, qayerdansan desa O'zbekistondanman desam, taniyapti, bemalol O'zbekiston qanaqa davlatligini bilyapti. Dunyo O'zbekiston haqida gapiryapti. Qo'shnimiz bo'lgan Afg'onistonga ham shunaqa rivojlanishlar nasib etib, dunyoda o'z o'rniga ega bo'ladigan davlat bo'lishini tilayman. Bilamizki, Afg'oniston ham juda ko'p resurslarga boy davlat. Bu videoni o'sha o'zini yurtidan noliydigan tanishlaringizga borib qo'ying.